YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Jahongir TV YouTube kanali obunachilari, xudo xolasa bugun mana Jizzax viloyati G'allaorol tumanida Doston polvon nikoh oqshom bo'lib o'tmoqda. Xudo xolasa polvonga omad tilaymiz. Har doim mana shunday Jizzaxda eng zo'r polvonlardan bo'lib yursin. Xudo xolasa yanagi yillarga farzand to'ylarini qilib, katta ko'pkar to'ylarda ham qatnashish nasib qilsin. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Lenin mahallasida mana mashhur ma'lum Uzoq polvon nevarasi Rustam polvon o'g'li Doston polvon mana uylanish to'ylaridamiz. Xudoga keng saroyda bo'layapti. Omadini bersin. Hamisha kelgusi yillar shu payti beshik to'ylarda o'tiraylik. Xudo xolasa o'g'illi bo'lib, o'g'illariga sunnat to'y, ko'pkari to'y, jentralar, avtomobillar qo'yib ko'pkari bersin. Hamisha Doston polvonga omad, oxirlarini solib yursin. Omadini bersin Doston polvonni. Harakatingda josa. Hal boshlaymiz. Gapiring. Yo'q, aytma. Tabriklayman. Bugun Doston polvonning to'yi ekan, tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin. Polvonning ishiga omad. Sog' bo'lsin. Salom, sen ham bir niyat bildir, yaxshi niyat. O'g'liz ko'p bo'lsin, ichi tili kamroq bo'lsin. Ko'pkar to'ylariga ham. Ko'pkar to'ylariga ham bosh bo'lib turaylik shu. Rahmat. Qaydan? Hozir Bobram keladi. Ostonaga tabriklaymiz. Yangamiz bilan baxtli bo'ling. Yanagi yil xudo xolasa shunda besh to'ylarda o'tmaymiz. Hey!
To'ylar xonadonda katta to'y tantana. Sababchisi boshqa nevaram to'yi. Misol kechasini o'tkazib o'tiribmiz. Oldimizga qo'yilgan noz nevarlardan bemalol iste'mol qilib o'tiringizlar. Marhamat, dasturxonimiz ochiq. Rahmat. Alloh nasib qilsa, keyingi yillarga farzand to'ylariga kelib xizmat qilishlik, shu yerdagi mehmonlar hammasi kelib ishtirok etishni nasib qilsin. Doston Samarqand legendasi bor. Yaxshi imkoniyat, yaxshi polvonlarda. Endi bir gap aytib o'tishim kerak doston. Meni eng yaqinim Otabek meni yaqinim bo'ladi. Otabek olib kelishdi ham, kecha ham gaplashdik. Meni eng yaqin do'stim, bu jigarim o meni aka. Shuni yetkazmasang bo'lmaydi. To'rt qator to'rting bilan bo'lsa ham bilib qo'ysin doston. Yaxshi ko'raman doston, Alloh uchun dedi. To'ylar bo'lay bo'lsa, hozirgi qo'shig'imiz to'rt qator do'stlar nomidan Otabekjon nomidan aytib beraman, chunki boshqa aytib kelib aytmasam bo'lmaydi birinchi qo'shig'imiz. Keli jonim san mani yonimda tur. Yondani balki aylanır qonimda tur. Betaraf qonimdadir, seni shirin jondadir. Belojon bildilar, pokiza imondir. Har yomon yaxshi kunda yurganim. Har yomon yaxshi kunda barcha imkonlar shuldir. O'rnida tur, yo solda tur, qisqasang yonida tur. Ular ko'rishida bir kishiydi, bir non yeb, bir tuz yeb. Bizga haddini ko'rmas deydilar, kechsa ham. Kishmaga aybat, ustidan molijon bir kechsa ham. Hormani garzira bilan zarcha olib yeshsa ham. Mayli taqdir xush kelib yo'lingga gullar solsa ham. Mayli har bir gap bo'lar, unutish kerak. Do'st bo'lsa yonda tur. Do'st bo'lsa yonimda Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, aziz do'stlar. Mana bu kech G'ollarol tumanining eng muhtasham to'yxonalardan biri bo'lgan Beksaroy to'yxonasida bir ajoyib to'yning guvoh bo'lib turibmiz. Mana bu kun bir ajoyib kunga guvoh bo'lib turibmiz degan jonim. Xursandchilik kunimiz bilan Dostonjon nikoh to'ylari va yuqorida savlat to'qib jiranlarimiz turibdi. Avvalo mening niyatim yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin, o'z-o'zidan o'lsin, ko'paysin, xalqimizga xizmat qiladigan ajoyib oila bo'lsin, el havas qiladigan, elni ardog'ida bo'ladigan oila bo'lsin. Bugungi quvonchli kun bilan barcha Jo'rayevlarni tabriklayman, qutlayman. Sizni bilan xursandchilik kuningiz bilan tabriklayman. Yoshlarimiz baxtli, saodatli, unib o'tsin. Men so'raman. Salomat bo'ling Toshqul aka, ajoyib tabriklar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Biz kelinimizni tog'alari nomidan G'ofurjon akamizni ham tashrif buyurishlarini so'ragan edik. Har urinmaylik, lekin davramizda ko'rinish bermadilar. G'ofur akamiz bormisiz? Keling.
qudalarimiz yonida qudalarimizga sarbonlik qilib kelgan G'ofur akamizni men davraga taklif etmoqchiman. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bu akamning uyida, Rustamning uyida katta to'y, tantana. Mana shu fursatdan foydalanib o'g'lim Dastonjonga uzoq umr, baxt, saodat, yaxshi kunlarida, to'ylarida xizmat qilish har kimga nasib etsin. Rahmat so'z berganim uchun. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Biz o'ylaymizki, bunday tilaklardan so'ng qarsaklar avtomatik tarzda chalinadi. O'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, eng tekin narsa, eng bepul narsa va sizni eng qiynamaydigan narsa qarsak bo'ladi. Demak, shuni chalishga hijolat bo'lasizlar. Ayollar, sizlarga murojaat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ilohim, mana shu to'ydan so'ng qarsak chalgan ayollarimiz uyini darvozasini yonidan $10,000 topib olsin. Amin. Alloh akbar. Pul o'lsin, pul o'lsin. Pulni eshitib ovqat yeyotganlar go'sht qo'yib qarsak chalyapti. Ha? Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Kayfiyatning yaxshi bo'lmog'i inson uchun eng yaxshi dori degan ekan. Buyuk qozoq shoiri Erkin Vohidov. Shunday ekan, kayfiyatingizni yaxshi qilasiz. Kelinlarimiz bemalol o'tirishingiz mumkin. Hali hayot sahnasida juda ko'p kutib turasiz. Oldinda sizni mas'uliyatli ishlar kutib turmoqda. Oqshomning sho'x qo'shiqlari ketma-ketligini esa bugungi yulduzli mehmonlarimiz, san'atkor do'stlarimiz davom ettirib qo'yar ekan. Ismlarini e'lon qilib o'tamiz. Samarqanddan tashrif buyurgan iste'dodli xonanda Maqsudjon Alimovni qarshi olasiz. Ajoyib qo'shiqlar, kuy-navolar sizlar uchun jarang sochadi.
cilmeyi Koygen kalbim öksüme Güler ki vur gülüşüm Bu dünyada bir kız var Hayalleri zaffar Kara saçı cebel Kara zülfü soniyalarga davradan o'z joyingizni egallagan holda tabriklar va istaklar tomon yana bir bora e'tibor qaratasiz. Eshitishimizga qaraganda kuyov yigit polvon yigitlardan ekan, otbozlardan deyishdi. Bugun mana shu davraga hurmat qilib bir guruh polvonlarimiz tashrif buyurgan. Ayni daqiqalarda Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan Otabek polvon hamda Buxorodan tashrif buyurgan Ahmad polvon birgalikda tashrif buyurasiz. Chiroyli tabriklarni, istaklarni polvonlarimizdan tinglab qolamiz. Mana bugun to'ydamiz, yuraklarida pok niyat. O'g'il bola vatanga xizmat qilmasa uyat. Bu dunyoda ko'p ekan har xil yo'l u yo'riqlar. Er yigitga bitta yo'l o'z vatanin qo'riqlar. Vatan uchun, millat uchun, yurt uchun sha'nini, orini talashib kelayotgan polvonlarimizdan Otabek polvon, Ahmad polvon davramizga chorlab qolamiz. Keling yonimizga. O'xshatlar. Shu bugundan ukam juhti halolingga boylanding, Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanding. U qiz unday, bunisi bunday deyishlarni qo'y endi. Qaytib kelmas bo'ydoqlikda qilgan orzu o'y endi. Dadang kabi mard bo'lgan ahil bugun to'y endi. Shu bugundan ukam juhti halolingga boylanding, Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanding. Ro'zg'origa bosh bo'lib yursin deganlar kuyov bola uchun bitta guldiroz qarsak chalib qo'yasiz. Salomat bo'lsinlar. Polvon akalarimiz, Otabek polvon, Ahmad polvon, kelinglar. Sizlarni otda polvon deyishdi, gapda polvon bo'lsalar ko'ramiz hozir. Chiroyli tabriklarni, istaklarni istoralab qo'yasizlar. Buncha hijolat bo'lasizlar. Men sizlarga nikoh o'qigani chaqirmadim, tabrik uchun chaqirdim. Kelinglar yonimizga. Ana, Uzoqboy polvon, ha? Assalomu alaykum. Nabiringiz bo'ladi, kuyov bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin. San'atkorga shuncha kamera yo'qda, sezyapsizlarmi? Polvonlarning obro'yini qaranglar. iPhone, Samsung, Redmi, bu yerda o'zimizni kreativ studiyasini video operatorlari, mana yerda bloger akalarimiz suratga, tasvirlarga olyaptilar. Ertaga YouTube'da turmasak bo'ldi ishqilib. Marhamat. Doston polvon, do'stim, tabriklaymiz, kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim baxtli bo'linglar, do'stim. Polvon do'stim, tabriklayman. Baxtli bo'ling. Shuncha mehnat qilib, suratga tushishlarni kutib, qiynalib chaqirdim. 3 sekundda gapirib bo'ldinglar. Ha? Otni ham bor-ku, otni ham polvonsizlar bilasizlar, ha? Mehnat qilib, egilib, olib, hali egarni qoshiga bog'lash uchun ham vaqt ketadi-yu, aka. Ha? Shundoqqina tuyog'idan oldingiz, bo'ldimi? Gapiramizmi polvon akalar? Gapiramizmi? Kelinglar. Kelinglar. Andijondan emasmisizlar? Sizdan bo'lsin, bo'lyapti hozir.
Kelinglar. Bir tilakka bir tilak, bir yelkada ikki bilak, orqa tomonda kurak, shu oldimiz ko'krak urib turibdi, yurak shukr qilish ham kerak, tabrik so'z ham kerak-da. Tabrik so'z Allohdan so'ragan bitta yaxshi tilakda. Bitta tilak bildirib qo'yasiz, bo'ldi. Olam Guliston. Doston aka, tabriklayman. To'ylaringiz bilan baxtli bo'ling, ilohim. O'zingizda polvon farzandlar nasib qilsin, bu yil kelib beshik to'yga xizmat qilaylik, Doston aka. Uzoq bo'lsin, sizga ham tabrik bo'lsin. To'ylar. Hay akajon, bu bachalarni chaqirsak bir davrada o'ynamaymizmi? To'y-ku bugun. Ha? Polvon bachalar bir kelinglar-da. Ha, Tom bor ekan, Otabek polvonga. Vo, mana shu joyiga qarsak chalinish kerak edi o'zi aslida. Salomat bo'linglar. Haligi polvonni e'zozlab, ehtirom ko'rsatdinglar hozir, ha? Bizni bilasizlar, xalqimizning to'ylarida tilak istak bildirgan insonlar xursandchiligini raqs bilan, chiroyli o'yin kulgi bilan isbotlab qo'yish kerak-da. Polvon akalarimiz kelganmizlar, bo'ldimi? Shuncha polvon kelganmi? Qolgan polvonlar kelmaganmi? Ha? Kelinglar polvon akalar. Agar o'ynashni bilmayman, raqsga tushishni bilmayman desanglar, hozir to'yxonaga ot olib kirib beramiz. Ot bilan o'ynaysizlar. Kelinglar akalar. Hijolatchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. Maza qilib raqsga tushasizlar. Bugun to'y. To'yda o'ynamasak qachon o'ynaymiz, xudo xolasa. Hofiz akalarimiz, Maqsudjon Alimovdan men iltimos qilaman. Haligi endi bizda polvonlar uchun Hosilar Rahim va gimnni yaratganda, lekin undan tashqari ham gimnlar bor, bilasizmi? Tulpor degan qo'shiqlarimiz bor, chov degan qo'shiqlarimiz bor. Biz sizga ishonamiz, shundoq ajoyib qo'shiqlarni taqdim etasiz. Davom etamiz. Qolgan polvonlar davrimizga rahmat. Tursunjon Omonboyev, Dilshod polvon kelinglar. To'y
o'ylagan edim bu otboz polvonlarimiz shuncha iste'dodini yashirib otni yoniga tashab kelgan desam yo'q. Maza qilib raqsga tushdi, xursand bo'ldik ko'rib. Salomat bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Ana endi biz barchangizdan o'rindiqlar yonidan o'z joyingizni egallashingizni so'ragan holda onajonlarimiz tomon e'tibor qaratmoqchimiz. Boyagina kelin-kuyovlarimiz yonida chiroyli guldastalarga ko'zimiz tushgan edi. Mana shu guldastalarni qo'llarida tutgan holda kelin-kuyovlarimiz albatta do'stlari bilan suratlarga tushib bo'lgandan so'ng biz tomon qadam ranjida aylaydilar. Mohidilxon onajonimiz keling. Xudo xolamiz Dilraboxon onamiz bilan birgalikda tashrif buyurasiz. Badiiy maydonchamizga taklif etamiz. Kelinimiz onajonlari, agar so'zlarimizni tinglab turgan bo'lsangiz, Xudo xola bilan birgalikda bizni yonimizda ko'rinish berasiz. Bugun aytadigan so'zlarimiz, bildiradigan tilaklarimiz bor. Mana shu tilak istaklarimizni imkon qadar armg'on aylab qo'yamiz va kelin-kuyovlarning qo'llaridan mehr ramzi sifatida chiroyli guldastalarni qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsinlar. Kreativ studiyasining video operatorlari mana shu onlarni krupniy kadrlarda, ya'ni sizlarning tilinglar bilan aytganda, yorqin nigohlarini chiroyli esdaliklarga muhrlab qo'yasiz. Onajonlarimizni bugun xursandchiliklarini chegarasi yo'q. Birlari bir o'g'il ortidan bir qizlik, birlari bir qiz ortidan bir o'g'illik bo'layotgan daqiqalarda yonimizga taklif etganmiz. Musiqiy bezakchilarimiz tayyormiz. Onalarimizni madh aylaydigan taronalarni sizlardan biz iltimos qilgan bo'lamiz va maxsus video roligimiz bor. Mana shu video rolikni ham biz zangori ekran ustalaridan zangori ekranga uzatishlarini so'ragan bo'lar edik. Kuyov yigit kelin bolamiz bilan birgalikda onajonlar tomon qadam ranjida aylaysiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bostonjon, birgalikda qolamiz. Dardlaringiz to'kib soching yangrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'rgan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam.
Sizni borligingiz ona, sizni duoyingiz ona. Omon bo'ling, xasta bo'lmay ona. Hammasi sizni borligingiz ona, sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmay endi kundek ko'rib to'sin yuzlaringiz, ellar sozib tanlasinmas ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz, yaxshi kunlar bari keldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmay ona. Ona sizni borligingiz ona, sizni duoyingiz ona. Omon bo'ling, xasta bo'lmay ona. Ona Hasayla bo'lsa-da. Kerak yo'llarimiz onajonlar bilan birgalikda esdalik suratlariga muhrlab qo'yar ekanmiz. Mana shu daqiqalarda o'z xizmatlarini taqdim etayotgan Kreativ studiyasi video operatorlari jamoasiga hamda Beksaroy to'ylari maskani qoshida tashkil etilgan tezkor foto xizmati vakillariga o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Guldasta tutgan onajonlarimiz, ana endi bizga telexronikalar kerak bo'ladi. Tansoqchilar guldastalarni olib turishingizni so'ragan bo'lardik. Reisbon, Rustam aka bilan bir kelsin, Dostonjon. Rustam aka qanisiz? Keling, Rustam aka. Rustam polvon, keling. Keling. Eng chiroyli holat to'yda mana shu davrada bo'ladi. Nimaga? San'atkor zoti hech qachon e'tiroz eshitmaydi. Nimaga? Chiroyli qo'shiqlarni kuylaydi, hamma maza qilib o'ynaydi. To'y tugagandan keyin boshlovchi sho'rlik tashqarida qarindoshlarga qolib ketadi. Nimaga bilasizlarmi? Kuyovni dadasi boshlaydi birinchi bo'lib. Onalarga gul berasan, dadalarni bir marta eslamay qo'ymaysanmi deydi. Rustam akaga bitta qarshi ishora berasizlar. Dostonjon, To'ylar muborak bo'lsin. Farzandingiz bag'riga bosib qo'yadilar. qo'ymash kerak, ko'tarma. Mehringizdan yashnab yuraman, Qolgan farzandlar kelsin. mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, mana sizni yaxshi ko'raman. Qarab ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Ko'nglim bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qoningizni bilmaganim bor, aytganingiz bilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jondaga bir bor dada, so'zlarida bir bor dada. Kaplargina boksor og'a, dada sizni yaxshi ko'raman. Qarsanglar, endi o'yinga mehmonlar raqs etadi. Zo'r qo'shiqlarimiz, yangi qo'shiqlarimiz, onalarimiz, chillarimiz. Doston birga o'ynaymiz. Kulim sizniki ona, topganlarim sizniki ona, turgan to'yim sizniki ona, qilgan to'yim sizniki ona. Xasta bo'lmang ona, joningiz qolgan qolmasin ona. Sizniki
yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan ayolsiz, men uchun uyqusi qochgan ayolsiz. Siz asli bosi xokisor ayolsiz, lekin farzandlarning baxti uchun tog'lardan ham oshgan ayolsiz. Rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Kuyov bola uchun maxsus tabriklarni, istaklarini Bunyodjon bildirib o'tdilar. Hozirgina biz bildikki, bugungi to'yning eng chiroyli lahzalarini nafaqat Kreativ studiyasi video operatorlarining tasvirlaridan, balki YouTube video hostingi orqali Jahongir TV kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin ekan. Ko'pchilik biladi, Jahongir TV kanali ko'proq ko'pkari va polvonlarimizni yoritib beradigan video hosting hisoblanadi. Biz o'ylaymizki, to'yning eng chiroyli kadrlarini tez orada montajdan so'ng sizlarga YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali taqdim etib qoladilar. Salomat bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Biz Beksaroy to'ylar maskanida faoliyat yuritayotgan ukalarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Agar imkoni bo'lsa, kelin-kuyovlarimizni maxsus shirinliklari, ya'ni tortlari bor. Mana shu shirinliklarni shohsupa yoniga tayyorlab bersangizda, kelin-kuyovlar niyat qilib shirinliklarni bir-birlariga ulashib qo'ysalar, biz mana shu onlarni birgalikda guvohiga aylanamiz. Dostonbek, Durdonaxon, baxt to'yingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hayot yo'lingiz kelin bolamiz kiygan libosdek oq va pok bo'lsin deya niyat bildiramiz. Ikki dil sevishsa bir-birin magar Tangri ham siylay rahim qilarmish. Kaftiga kaftini qo'yishgan mahal boru yo'q gunohi duv to'kilarmish. Sevsang meni yoshligimda ham, soch oqargan chog'imda ham sev. Gar baxtimdan umidvor bo'lsa, baxtsiz yurgan chog'imda ham sev. Qalbing bo'lsa qordek musaffo, qalbak emas, chin yurakdan sev. Yuragimni topshirdim senga, shu yurakka dog' tushirmay sev. Sevgilar abadiy, muhabbatlar boqiy bo'lsin. To'y davomida ijro etilgan qo'shiqlarga vaqt ajratib tinglaganingiz uchun barchangizga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Kelin-kuyovlarni esa shirinliklar yoniga taklif etamiz.
chiroyli duolariga quloq tutamiz va kerak-yo'larimizni baxt uyi go'shakasi tomon kuzatib boramiz. Osabolarimiz, akalarimiz elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ma'noli oila bo'lib yetishni tilakdoshman. Rahmat sizlarga. rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Bugun sizning xizmatingizda bo'lgan Beksaroy to'ylar maskaniga, Kreativ studiyasi video operatorlar jamoasiga hamda Jahongir TV YouTube kanali adminlariga, ajoyib san'atkor do'stimiz Samarqanddan tashrif buyurgan Maqsudjon Alimov boshchiligidagi estrada guruhiga, kamina boshlovchingiz Abdurauf Mirzoga o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Ozmi, ko'pmi xizmat qildik. Osmoni tinch zamon bo'ling. Fursat yetdi so'nggi so'zga. Ko'rishguncha omon bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar yoshlar. Yoshlarimiz. Jahongir TV YouTube kanali. Dostondan yaqinroq kelasiz. Endi davramizga Rustam akam tayinlab qolaman, dostonni ayasini bir taqdirlik, joyga chaqiring. Bir esdalik qo'shig'i bor aytib bermasam bo'lmaydi. Rustam aka, qani siz keling. Bugun uzoqboqni ham ko'rdim. Biz doston uzoq polvon nabirasi deb juda ko'p dostondan ham mashhur uzoqboqmiz. Keling Rustam aka, keling. Onamiz kelsin shu yerdan, kuyovjo'ni olib turasizlar meni yonimda turib. Xo'p. Biz ham kelsin shu yerdan. Doston meni judayam qadrdon ekan. Buni aytmasam bo'lmaydi. Rustam aka, qani siz keling. Onajon keling siz ham. Keling ona. Keling. Doston endi xafa bo'lmaysan bu yog'iga.
To'ylar mariyasin. Bir kun ozod xush keling. Ona keling, onajon keling. Kuni kecha ham ozod xush keling. Bo'y qizlarga xush keling, bo'ydoqliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding. Ruhsat ona xurjinini qishding. Dastonjon qo'lga tushding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Uylandim deb unutvormang jo'ralar. Choyxona yo'qlik palov to'ralarni. Endi tepib o'tmang taqir jo'ralarni. Shu bo'lgan o'ynab o'tiramiz. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Beshinchi kelin xudo bo'lsin. Beshinchi kelin. O'zi bitta ana. Rustam akam endi siz ham qaynotasiz. Doston ukam uxlab qolsa uyg'otasiz. Xudo xolasa Rustam aka, oz aka. Yillar o'tib, yangam bilan yelkangizdan nabiralar o'ynotasiz. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. 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 Doston, tong otguncha ko'cha kuyda yurishlar yo'q. Do'stlar bilan yarang merasda aytmay qo'yaman. Cho'kib do'stlar bilan kafelarga qochishlar yo'q. Uylandim deb mash baqirayotgan jo'ralar, ha? Tashlab qochishlar yo'q. Kuyov degan nomiga doim bo'lsin qulluq. Ukajonim to'ylaringiz bo'lsin qulluq. Kuyov degan nomiga doim bo'lsin qulluq. Dostlar palvon to'ylaringiz bo'lsin qulluq. Ona yaqinroq keling, onajon. Bu yoqqa keling, yaqinroq keling. Bu kunda hammadan kutgan siz bo'lasiz. Bitta o'g'lim qanaqa kuyov bo'layga debdingiz. Zo'rday bo'ldimi? Onajonim armonlaringiz ketdi uchib. Kiriyordingiz Dostonjonni quvlab sugib. Chunki Dostonni kirlari ko'p, har kuni ot chopadi bu. Xudo xolasa ona ertalabdan boshlab odam bilan bundan buyog'iga o'ltirasiz 7 qavat ko'rpachada savlat to'kib. Kuyov degan nomiga doim bo'lsin qulluq. Ukajonim to'ylaringiz bo'lsin qulluq. Kuyov degan nomiga doim bo'lsin qulluq. Kuyov to'ylaringiz bo'lsin qulluq. Endi yoshlarga baxt tilaymiz. O'ynaysizlarmi, chiqib o'tiramiz, javob beramizmi, nima deymiz? O'ynaymizmi? O'ylan. Kelin salomlari bor ekan, Xudo tomonidan. Kim aytadi kelin salomni? Men aytmayman degan. Ana, gidamiz, ketdik. Sağ
sağ salom. To'ylar muborak. Söyle yâr kim